Iso Masih davrida ilk jamoatning xushxabari olov kabi ko'tarildi. Shuning uchun ham o'sha davrdagi farziylar va sadduqiylar kabi din peshvolari Isoni tanqid qilishdi va tuhmat qilishdi, garchi u hech qanday gunoh qilmagan bo'lsa ham. Xuddi shunday, bugungi kunda diniy rahbarlar Sion xalqiga qarshi ehtiyotkor bo'lishadi. Shunday qilib, bugun keling, Xudoning kalomini boshqa narsa va noto'g'ri narsa nomli vaz bilan ko'rib chiqamiz. Iso bizga yetkazgan haqiqat bugun biz saqlayotgan xushxabardir. Biroq o'rta asrlarning qorong'u asrlarida Iso Masih o'rgatgan barcha haqiqatlar o'zgara boshladi. Shunday bo'lsa, Iso Masihning asl haqiqatini saqlaydigan bizning jamoatimiz va o'zgartirilgan narsalarni saqlaydigan jamoatlar hech qachon bir xil bo'lishi mumkinmi? Biz hech qachon bir xil bo'la olmaymiz, chunki biz ildizimizdan butunlay farq qilamiz. Agar biz ulardan farq qilsak, Xudo bizni noto'g'ri deb aytadimi yoki ular noto'g'ri? Biz bu masalani muqaddas kitob orqali tasdiqlashimiz kerak. Ba'zilar, nega siz Rojdestvo bayramini nishonlamaysiz? Nega yakshanba kuni ibodat qilmaysiz? Butun dunyo buni g'alati deb hisoblaydi, lekin sizning fikringiz qanday? Odamlar bunday so'zlarni aytganda, biz ulardan so'rashimiz kerak. Biz boshqacha bo'lganimiz uchun bu bizni avtomatik ravishda noto'g'ri qiladimi? Ikki xil tomon bo'lsa, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanligini aniqlaydigan standart bo'lishi kerak emasmi? Bu me'yor muqaddas kitobdagi Xudoning kalomi bo'lishi kerak. Agar biz buni me'yor sifatida qabul qilmasak, biz xato qilamiz. Biroq, agar biz buni standart sifatida qabul qilsak, bu to'g'ri deb qabul qilinishi kerak. Keling, Yuhanno kitobining 5-bobi, 39-oyatiga murojaat qilaylik. Iso dedi: Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Iso bizga muqaddas kitob bilan nima qilishni aytdi? Sinchiklab tekshirishni. Chunki ular orqali abadiy hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaysizlar. Ammo o'sha yozuvlar men to'g'rimda guvohlik beradi. Sizlar esa hayotga ega bo'lish uchun oldimga kelishni istamaysizlar. Muqaddas kitob bizga abadiy hayotga yo'l beradigan me'yordir. Shunday ekan, Xudoning kalomidan tuzilgan muqaddas kitob biror narsa to'g'ri yoki noto'g'riligini hukm qilish uchun mezon emasmi? Buning sababi shundaki, Xudo bizning qalbimizni qutqara oladigan najotkordir. Boshqa me'yorga ega bo'lganlar har jihatdan bizning sonimizdan farq qiladi. Ularning ta'limotlari, amaliyotlari va boshqalar. Keyin biz ulardan farqli bo'lganimiz uchun bu Xudoning jamoatining haqiqatini noto'g'ri qiladimi? Albatta yo'q. Biz bu masalalarni ko'rib chiqishimiz va Xudoning kalomini amalda qo'llayotganimizni yoki yo'qligini bilishimiz kerak. Bugungi kunda biz Shabbat kunini nishonlayapmiz va Fisx bayramini nishonlaymiz. Shuningdek, Xudoning barcha bayramlarini nishonlaymiz. Xudoning me'yoriga ko'ra, bularning hech biri galati emas. Ular Xudoning xalqi uchun tabiiydir. Butun dunyodagi barcha Sion bolalari bu to'g'ri yo'ldan borishlariga va abadiy osmon shohligiga erishishlariga umid qilib, bugungi vazimni yakunlamoqchiman. Katta rahmat.